Mana chaqirib hojilarimizni Ka'bani oldiga olib kelamiz. Oxirida yurolmaydiganlar. Yig'lab o'tirmadim ben elbette namaz o'qiganimda. Nega? Ka'bani ko'rmadimda. Ushamadim deb. Ha ushadingiz. Endi xursandmisiz? Allohning shunday askarlari bor. Nimadan xafa bo'lasiz? Allohga shukr. Ha? Alloh yaxshi ko'rsa, o'zi yetkazib qo'yadi askarlarini. Allohga shukr. Sizlar shuncha joylarga kelib ko'rish bizlarga nasib qildi. Sizlarning ham bizning baxtimizga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Allohim inshaalloh yengillik beradi. Qarab turinglar. İnşallah yetib keldik. Men yetgan paytimda yurasiz, jim turavering. Keldik. 1 metr qoldi, 1 metr. Mening go'zal Allohim, o'zimni senga shikoyat qilishga keldim. Men kuchsizman, charchaganman. Sen imtihonlarimizni osonlashtir, yo Rob. Men Yusuf alayhissalom emasman. Bu quduq chuqur. Men Ibrohim alayhissalom emasman. Bu olov meni yoqar. Men Yaqub alayhissalom emasman. Bu qayg'u meni tugatar. Men Yunus alayhissalom emasman. Bu qorong'ulik meni bo'g'ar. Men ojizman. Onamdir dunyoda eng xolis ko'zgu. Qolgani yolg'onlar, shirin aldamlar. Mana shu paytgacha yashab anglaganim shu. Onamdan boshqasi oddiy odamlar. Onamdan boshqasi oddiy odamlar. Bir avtobus bo'lib kelishimizni Alloh nasib qilsin. Bizning planimiz 30 kishi bo'lib o'zingiz olmoqchimiz. Alloh İnşallah. İnşallah. Hop, Makkada yurgan odamlar bexijolat kelaveringlar. Baxtim bo'lsa xizmatinglar deman. Ana kelmaydi, qaramaydi, kibri bor deb o'ylamanglar. Qo'ldan kelsa qarashaman. Alloh rozi bo'lsin sizdan.